Bunaqasi bo'lmagan darvozalarni optim sifatli yasalaydigan sexini topib keldim. Bir boshdan sizlarga narx-navolarni aytib o'tamiz. Eng asosiysi uka sifat deyaptilar. Xudo xolasa bizning darvozalarimiz ancha yil xizmat qilib beradi deyaptilar. Ustakamiz o'zlaridan endi to'liqroq ma'lumotlar olib o'tamiz. Narxlari, hozirgi kunda sifatlari qanaqa bo'lyapti? Dastlabkilar o'zlari aytadilar. Assalomu alaykum. Sizlarga charchamayapsiz, Sinus aka. Xo'p, aka nimaga darvozalaring atrofdan ko'ra arzon chiqadi sizlarda? Sababi nima? Aka, sababi biz o'zimiz aka-uka hammamiz qilamiz. Oilaviy. 3 kishi 4 kishi o'zi oilaviy qilamiz. O'shani hisobiga o'zimiz ishlaymiz. Hali biz olib, sotib, brokerlik qilmaymiz. Demak, ishchi ishlatilmaysiz, o'zingizni o'shani hisobiga o'zimiz o'rnatib, dastlabkilarni hamma yo'qni qilamiz. O'shaning uchun bizga arzon tushgani uchun arzon qilib beramiz aka. Demak, ko'p foyda qo'ymasdan, oz foyda, tezda. Biz aka optim chiqaramiz. O'shani hisobiga ham aka sal arzonroq bo'ladi aka. Xo'p, qarang, meni obunachilarimga tayyor darvozalaringiz bo'lsa, video davomida aytib o'tamiz, 10 taga yaqin deyapsiz. Kimning uyiga tushib qolsa, o'rnatib beraverasiz. Hozir shu sotuvdagilar 10 ta darvozamiz bor. Zakaslari ham bular zakaslari ham bor, sotuvdagilari ham bor. Yasab o'rnatib beraveramiz. Aytgan pulimizda ko'p telefon qilib ko'pchilik yo bo'lmagan narx bas, chista meta qana narx aytilgan bo'lsa, realniy narsada kimdir yo'q, internetda bunaqa bas mana. Bu darvozamiz 2 li lista bo'lganda, lista 2 li bemalol ko'rishaveradi. 2 li lista o'zi buni 900 ming, 800 ming qilinyapti, 700 mingdan qilib beramiz. 700 mingdan. 1 kvadrat metrini 700 ming so'mdan qilib beramiz. Bunaqa narx haqiqatda yo'q. Chunki bu lista darvozamiz. Tepalari profillari ham qalin aka. Juda chiroyli chiqqan. Xo'p, bu qatga zakaz? Xudo xolasa bu aka chimyonga bu aka. Chimyonga zakaz. O'rnatib qilib beramiz aka. Demak, kraskalar qanaqasidan foydalanyapsiz? Aka, kraskasi avtomobilni aka. Demak, mashinaga ishlatiladigan kraska. Mashinaga ishlatilgan kraskalar xudo xolasa aka xizmat qiladi. Mo'yshi bo'lar ekan, yuvib ishlatishaveradi. Bemalol yuvaverasiz buni aka, yuvib bemalol nima qilib artib, chiroyli qilib kir bo'lgan paytda. Hamma yo'g'i bor, xudo xolasa xizmat qiladi 700 ming so'mdan. Zo'r. Mashina kirib chiqsa ham xudo xolasa ezilmaydi. Tayga shvellar. Baquvvat. Tayga bemalol shvellar qo'yamiz. Isuzu kirsa ham ishlama qilmaydi, Fura kirsa ham ishlama qilmaydi. Xo'p, buni aytganimizdaqa kvadratini nech puldan qilib berdik? 700 ming so'mdan qilib berdik. 1 kvadrat 2 li lista aka, 1.8 bas, 1.7 bas aka. Bunday ursangiz ham bemalol turaveradi-da u. Adashmasam, rossiyskiy listlarda, qora listda. Rossiyskiy qora list bu, rossiyskiy qora list. Hali 1.7, 1.6 lar ular sekin tushaveradi aka. Zo'r. Mana bunimiz bor aka, bu aka yangicha fason, gibrid fasonimiz, high-tech, Dubai fason aralashgan yangicha fasonimiz aka. Bunga ham aka 2 li list aralashgan mana shu joylariga, tepada nerjavekalarning havo kirishi uchun, uy dim bo'lib qolmasligi uchun aka o'zimiz lazerda kestirib kelganmiz. Xudo xolasa xijolat qilib qo'ymaydi. Qalinda bo'lgan bosmani eng full varianti aka. Buni aka 1 kvadrat metrini aka 800 ming so'mdan qilib beryapmiz. Buni egasi bormi? Bu aka sotuvda. Bularning egasi bor. Mana mana shu 3 ta sotuvda. Kim uyga tushib qolsa o'rnatib beraveramiz. Kim uyga tushib qolsa o'rnatib beraveramiz. 340 ga 340 aka. Telefon qilsa o'sha narxni hisoblab chiqarib turib. Vodiyga dastlabki mutlaq bepul aka. O'rnatib berish, qulub kalit hamma yo'g'i bepul vodiyga. Qolgan joylarga kelishgan. Qolgan joylarga kelishilgan holatda aka. Xo'p, birinchi o'rinda aytganimizdek do'stlar, sifatiga e'tibor berasizlar. Sifatga juda ham chiroyli ishlangan. Aytganimizdek, aka-uka qilishgandan keyin nima deydi? Arzon tezda ishlab chiqarilaveradi. Misol ishchiga oylik berib narsalar bo'lmaydi. O'shani hisobiga ham yutamiz aka. Optim chiqariladi shuni hisobiga. Zo'r. Mana bunisi. Mana bu ham aka o'ta arzon chiqqan, ham chiroyli, ham arzon. Bunday qilib rasmga ochildi, qo'shni ham ko'rib, bunday havas qiladi aka. Demak, bu qattan zakaz qilgansan. Chiroyli narsa bo'pti deyshab. Puli ham yengil. Qo'shnilar ham ko'rib qiziqadi aka. Tepalarini ham aka 2 li list tepadagilar ham aka. Lazerlari ham zo'r. Bu joylari ham 2 li list aka. Ular ham ashuni hisobiga. Nerjavekalari ham bu nerjavekalik, bu nerjaveka umuman zaylamaydi aka. Nerjavekasi bor aka. Xudo xolasa aka, bu xizmat kraskasi ham zo'r chiqqan, rangi ham aka mokri, juda zo'r chiqqan sizlar aka. Pulni nech puldan qilamiz kvadrat? Buni 1 kvadrat metrini aka 550 ming so'mdan qilib beryapmiz aka. Xo'p, aka endi eng arzon nech puldan boshlab nech pulgacha kvadrat? Aka eng arzoni aka 1 kvadrat metr 400 mingdan boshlanyapti. 3 kuch darvozalarimiz bor edi, uni sotib yubordik, uni 3 million 800 ming so'mdan qilib berdik aka. Qilib berildi. 3 million 800 ming so'mdan 3 kuch. 4 milliongacha qilib beraverasiz. Kvadratni misol qalin qilib 3 qavatli shumka, bir unaqa nimalardi.
Bu zakazga. arzonlari 1 kvadrat 400 ming. 1 Boshlanib, kvadrat metr 400 mingdan boshlanadi mana. Mo'lar 400 mingdan aka. Bular 400 ming. Mana Bu ham bemalol. puliga yarasha xizmatini qilib Aka beraveradi. mana kraskalarni bemalol ko'rsataverasiz. Kraskasi ham avtomobilning prostoy kraska emas Ha, bularni demak ham. arzonga ham Ha, qimmatga mana ham qulub kalit, buni o'rnatgandan keyin qulub kalitini qo'yib o'rnatib qilib beramiz aka. Mana shu aka 3,5 katta darvoza, kichkina darvoza emas aka. Taxminan shu. Bu 4 million 900 ming so'm aka. Rostdan 4 million 900. 4 million 900. Yana telefon qilib bu yo'q narsa ular bas turibdi mana. Sotuvda Kelib turibdi. xolasa shetdan olib ketsin. Xolasa shuni o'rnatib ber deysizda, shuni o'rnatib beramiz. Hali internetga chiqarib turib, yo'q narsa bas, bor narsa turibdi mana shu yerda aka mana. Bemalol ko'radi. Darvoza kichkina emas, katta darvoza aka. Xo'p, zakaz qilinsa qanchada tayyorlab berasiz zakazlar? Mana shu bosmalar bo'lsa aka, bularda aka 1 haftadan 10 kungacha o'rnatib beramiz. Rushnoylarda aka 15 kundan 20 kun, 25 kun bo'ladi. Endi u qo'l mehnati aka. Ha, katta kishiligiga uchun qarab, ancha necha ko'p vaqt qavatligiga oladi qarab aka. ketaveradi. O'shani hisob 2 qavat bo'ladi aka. Endi aka qarang, mana hozir musofirdan, Yevropadan bizni kuzatishadi. Aka-uka opa-singillarimiz uydagilarga chiroyli darvoza olib bermoqchi, o'rnatmoqchi bo'lsa, kartangizga to'lov qilib zakolat beradi. Qolganini o'rnatib berasiz, qilib berilaveradi. O'rnatganda keyin qolganini beraveradi. Misol fason tashlasa ham shu fasonda qilib berilaveradi. Qolgan fasonda chiqarib beraveramiz aka. Chunki qo'limizdan keladi yasash. Kraskasi hamma yo'q qilib yurgan ishimiz qilib, zo'r qilib o'rnatib beramiz, xudo xolasa aka. Rasmni tashlang desa tashlab beraverasiz, har xil Tashlab bemalol aka. Nima qilishadi? Mana shu ikki bo'lsa aka 4 million 900 mingdan. Aha. Kichkina darvoza bas, katta darvoza aka. Bemalol ko'rib aka. Ketishaveradi. 3,5 ga 3,5 aka. Xolasa bu aka. Bu ham ko'si ham lazerli bo'lgan. Ha, tepasi aka lazerli aka. Havo aylanib turishi. Havo bemalol kirib aylanishi uchun aka. Mana bu darvozamiz. Chiroyli. Bu darvozamiz bor aka, eni 3,5 ga 3 aka. Aha. Mashina 4 million qilib o'rnatib beramiz aka. 4 millionga berilaveradi. Bitta 3 darvozamiz bor edi, 3 million 800 ming, uni sotib berib yubordik hozir. Qayerga ketdi aka u darvozamiz? U aka 6 ariq o'rnatdik. Yana yasab beraveramiz. Shu 3 million 800 mingga 3 darvozani yana yasab beraveramiz. Kim so'rasa? Sotib olibsan, undan olibsan, gapiribsan bas. Uni aka yasab beramiz yana. Muammo bas, ras. Muammosi yo'q aka, yasab beraveramiz. Endi aka qarang, hozir ko'pchilik kotej quryapti, bilgan bo'lsangiz, qator uylar chiroyli qilib, tadbirkor aka-ukalarimiz chiqsa, standart razmerlarda narxini kelishtirib qilib berasizmi aka? Qilib beramiz. Katta ob'yomlarga. Katta ob'yomlarga yangiroq qilib beramiz, xudo xolasa. Qo'shni davlatdagi aka-ukalarimizga ham qilib berilaveradi. Unnatib chiroyli qilib beramiz. Xo'p, bu orqasida o'zingiz seximiz, bak kraskaxona. Ha, bak kraskaxona, mana bolalar kraskalar sachishyapti. Ha, bemalol ko'raveramiz. Mana ichkarida, bu tomonda ham bor. Ba'da ham sepyapmiz. Ichkarida sexim nima sifaka qilyapti bu darvoza qayerda aka? Bu aka so'xka bu, 3 ta bundan. Ha, 3 ta zakaz. Buni orqasidagi ham turibdi aka. Keyin seximizda turibdi, yana bittasi aka. Yana bitta bor. Mana bu nimaga bu? Xo'p, bu sex bitta ham mana kraskaxonamiz bu aka. Kraskaxonamiz. Ha, bu kraskaxona. Xo'p, bu zakazlar qayerga? Bu quvaga bu aka, sepilyapti. Buni oldidan sepyapmiz. Bemalol oldidan ko'rsataverasiz, sepilayotgan jarayon. jarayon. Xo'p, ijtimoiy tarmoqdan qo'rqmasdan, xudo xolisa zakaz qilaverasizlar. Bu akalarimiz yana qanaqa ishonchli tomoni bor deganlarga o'zim qo'shnim, aka-ukamiz bo'ladi. Ishonch tomonlama. Keyin juda ko'p atrofimizda odamlarda ehtiyojini misol qilib berib kelishgan darvozalarni, kazero, undan tashqari temir so'ri, kachalar hamma temir sohasiga nima zarur bo'ladigan bo'lsa, akalarimizga aloqaga chiqsalar qilib berishadi. Bitta telefon qilib darvoza, kachali, kazero, so'ri hamma narsani bitta zakaz qilsalar narxidan anchagina chiroyli qilib olib ko'pchilik aka telefon qilib aytadi-da, zakolat tashlab bergandim, palonchi joyda ishlaydim, bunaqa tashlab bergandim, zakolat aldab ketdi, uni olib ketdi deydi aka. Masalan, siz bilan biz bitta joydamiz aka. Bitta joydan qo'ni-qo'shni. Masalan, bizni uyimizni bilasiz, hamma bilasiz, hali yolg'on yaxshi narsalar yo'q aka. Bemalol seximizni ham kelib ko'rib, ustida zakolat berib, nima qilishaveradi aka. Xo'p, aka mana endi ishonch tomonlama zakaz berishdi. Zakolat berishgandan keyin ora-orada video tashlab turaverasiz. Bo'layotgan, siz aka bo'layotgan jarayonlar, list bosayotganimiz, bu germetga qilayotgan jarayonlarimiz hammasini tashlaymiz biz aka. Hali u bitgandan keyin ko'rasiz, bundan narsa bas aka. Bo'layotgan ish jarayonini qana bo'lsa, hamma holatda ko'riladi. Etap tashlab berib turilaveradi. Tashlab turaveramiz. Xo'p, aka manzilda so'raganlarga bitta manzil tushuntirib qo'ysangiz. Aka, Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Kaminat Taxta bozorining oldida joyimiz. Telefon qilib kelsa, o'zi kutib olaverasiz. Lakasda ham tashlab beraveramiz. Lakasda ham aka, kutib olib nima qilaveramiz. Bo'ldi. Shunaqa arzon va sifatli darvoza olmoqchi bo'lgan do'stlaringga videolar pozitsiya qilib qo'ying, shunda manfaatli bo'ladi. Telegram gruppalaringizga ham tarqatib qo'ysangiz, juda ko'p odamga foydali bo'lgan bo'ladi. Aka, sizga kattakon rahmat. Erinmay bergan ma'lumotingiz uchun pastda nomerlar qoldiramiz. Telegram, WhatsApplar bor. Aloqaga chiqinglar, Ravshanbek oldimni sanaychilar orqali qilib berishadi. Telefon qilsalar, mabodo zaynat topolsa yo namoz vaqti yo obed bo'lishi mumkin. Shuning uchun SMS yozib yo Telegramdan yozib qo'ysalaring ham bo'ladi. Sirazi imkon qadar javob qilib qaytarishadi.